Elyor aka marhamatlilar mard bo'ladi. Arzoncha akalardan chiqaring. Bo'g'oz olganimizda ham maza qilaylik. Sigir olganimizda ham maza qilaylik. Qisir sog'da suti bo'lsin deydiganlarga narxini eshitib, o'na shetdagi buzoqchani puliga qo'yib beraman Elyor aka deyap. Nima bo'lsa ham xalqim maza qilsin, xalqim duo qilsin deyap. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlari. Sizlar bilan ekran orqali diydorlashib ko'rishib turganimdan g'oyat xursandmiz. Bugungi videorolik Andijonda marhamatini chapayib yetib kelganmiz. Arzon sotish bo'yicha nomerading desak ham bo'laveradi. Ahmadjonlarning xonadoniga. Xalqimizga arzon mollarni yetkazib berayotgan qo'llari dard ko'rmasin. Ilohim bundan ham fermasiga Alloh chorvasiga baraka berib, yog'dirib Ahmadjon tufayli sizlarning molxonanglar ham to'lib toshib kelsin. Kunimiz xayrlik, barakatlik, umrimizga, xonadonimizga, chorvamizga Allohdan baraka so'rab, ikkita ona bola sigir, bitta bo'g'oz, bitta qisir sog'di hammaga kerak. Ozgina puli borlar ham hoji enamlarni, hoji otamlarni ikkita, uchta pensiyasini puliga mashina olaman deydiganlar sizlarni kutib turibdi. Siz ekrandagi nomerga aloqaga chiqasiz. Narxlari muhim emas, aytilgan baho. Qachon baraka qilganinglardan keyin shunda muhim bo'ladi. Qani ketdik unaqada birgalashib chiroyli qilib obzor qilib beraman. Shu issiq demay mehnat qilayotgan Ahmadjonni meni haqqimga bitta duo qilib layklarni bosgan qo'linglar dard ko'rmasin. Sizlar kutgan video bo'ladi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ahmadjon, sizlar bilan charchamayapsizmi? Xalq xizmatida. Zo'r o'zi. Bugun ham o'tgan safargida arzon qilib berasiz. Xudo xolasa pullari. Mana ko'rib turibsizlar, har safar yaxshi mollar chiqaryapti, arzongina chiqarib xalqimizga beryapsiz. Mashinadan boshlayveramizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Qisir sog'di hammaga kerak. Haligi bu bolada unaqa narsa yo'q, hali gumon qiz. Deyman, lekin egasi qo'ydimda. Qo'y, qisirga beraman deb menga aytdi-da mana. Ko'ryapsizlar-ku? 120. 120 ga olsin, 22 ga. Toshni 120 ga olaverasizlar. Egasi qo'yilgan ekan qisirga beradi. Bu bolaga unaqa narsa kerak emas. Yolg'on gapirganman aka bizga qorong'ida. Ha, to'g'risi. Qisir hisobida olsin, pulni ashunga yarashadi. Tishlarni o'zingizlar ko'rib olaveringlar, tish bosmagan, tish yalamagan. Mana xudo xolasa yetalab beramizmi Ahmadjon? Aka, yetalaymiz. Mol joy tanlaydi ekanda. Men mol oldim aka. Ha. Kelganda qitirayotdi mana. Bu yoshlar aka. Joy tanlaydi ekandi. Ahmadjon borini aytib aytdi. Qo'chig'ini aytib sotgan yaxshi. Kelganda rosa patirab qo'qib qoldi nimagani? Ha. Turibdi aka. 3 kunda o'ziga keldi hozir mana. Ha. Turibdi. Ko'rsatib qo'yman, tish yo'q. Ha. Lekin joy tanlab jinni pitir qildi, qo'rqib. Ha, bir kun ikki kun shunaqa bo'ladi. O'zi asli mana sigirlar ham bor-ku, birovniki borsa ichida sut kamroq beradi-da, joy tanlagan. Endi boshda pitirasalar, boshda ochiqni aytib qo'ygan yaxshi-da, nima qilmasin? Ha. Sotilgan gap so'z bo'lmasin. To'g'ri, Ahmadjonga unaqa narsa kerak emas. Idishlari zo'r. Xudo xolasa olgan odam sut ichadi. Qaymoq edi, uyda birovdan yalinmaydi, sut so'rab, birovning eshigining tagiga paqirni ko'tarib, bankani ko'tarib yurmaydi, xudo xolos. Ahmadjon, qisirga beramiz. Mana, ko'rib olinglar. Qisirga beramiz. Yoshliklari aka, men uyimga kelib bugun kechadan boshladi. Ha. Sizga ham tirikchilik. Olsin aka. Tirikchilik Ahmadjonga ham. Sutchi. Sutini bilmadim aka. Ha. Shu endi ko'payadi. Ha. Dimlanib chiqqan-ku. Endi sal o'ziga kelyapti aka bugun. To'g'ri. Mana ko'ryapsizlar. Hali Shuni aka bakishiga qarab beraveradi, yaxshi. to'ppa to'g'ri. Xudo xolasa yemog'iga, ichmog'iga, sog'liqlariga hammasiga javob beradi Ahmadjon. Mana o'zingizlar ko'rib tursa qisirga olasizlar. Egasi qo'yilgan debdi, Ahmadjon qisirga beradi. To'g'risi, Ahmadjon o'zingiz aytdingiz-ku, mana bo'zaydi puli bo'ladi deylar ekan narxi dedingiz, to'g'rimi? Aka sutdan chiqqan bo'zaydi puliga beradi. Mana shunaqa bo'zaydi puliga beraman dedi. Otasiga, onasiga rahmat. Siz ekrandagi nomerga aloqa chiqadigan payt bo'ldi-da. Ahmadjon, suti endi bir xamir deylik. Sizga o'zingiz bilaman, siz unaqali oyiga, unisiga, sutiga aldaydigan bo'lamassiz. Mana yemog'ini o'zingizlar jonli ko'rib turibsizlar. Mana shu yerda mana oddiy silyoz, somon qo'shilgan, hech qanaqa kepak ham sepilmagan, kunjara ham yeyapti lekin. Nima qilib berasiz? Ashi va'da Ahmadjon. Hay, xalq ursa ham bo'lsin, duo qilsin. Qimmat aytmang. 16,5 million bersin, dastlabki qilib beraman aka. 16 million beradi. Yarmi yo'q, laqta. Shunday puliga chiqarib qo'yapman aka, aytayapman. Yo'q. Bitta yengilroq bo'lsin aka, 16,5 million qilib beraman. 16 qilib bering, Ahmadjon. Xo'p deyin. Bo'p, narigilarda tortishmayman, siz aytgan. 16 millionga telefon qilsin, tashlab beraman Voy jon, hisobsiz o'ylanglar. 16 millionga mana bugun payshanba bozor bo'lsa, boshqa bozorda ham ko'raveringlar. Mana bugun hafta kuniga payshanba bozorda bitta xunajillarni ko'ring. Keyin Ahmadjonga telefon qiling. Xunajillarni ko'ring, siz u sigirni ko'rmang. Xunajillar narxini qo'yib berdimi?
Bu 2026da bo'lyapti bunaqa narxi. 2020-yilda emas. Joni sog' bo'lsin. Ham qochgan bo'lsa aka. 10-15 kunda uyda chiqadi, bir oylikda 10-15 kunda qochib qolgan bo'lsa haqiqatan ham. 18 million 19 milliondan kam emas, eng kami. Kamidin, Qochib qolgan bo'lsa. to'g'ri gapingiz. Mana arzon mollar qidirib topib keldik deymiz sizlar uchun. Haqiqatdan molni mana o'zim ham buni ham o'lchaversin mana. O'zim ham narx beryapman mana. Ko'ryapsizlarmi? Bir kun ikkinchi joy tanlaydigan lekin 120 ga olaversin buni. 18 ga olsin aka. Ha bo'ldi. 120 yoki 18 ga. 18 ga olaversin. Mana bo'lmasa. Ahmadjon buning suti bormi yo'qmi? Buning suti yo'q aka, 5 oydan o'tib qolgan. Voy jonivor. 5 oyga olaveradi. 5 oyga. 5 oyga. Buni ham 8 endi chiqaryapti. Endi tinglayapti. Mana ko'rib olinglar, yana yaqin qilib. Tinglamayman. Mo ko'rinishda yosh kattaga o'xshaydi, lekin Mol yoshning. Ahmadjon buni ham bo'g'oz ekan deb turib olgan odam foydalansinmi unga o'sha arzon aytasiz. foyda qiladigan. Ha, joni sog' bo'lsin. Nomerini saqlanib qoldi, har doim bo'ladi bu bolaga. Tirikchilik, insof sari baraka deydi. Yapishtirib arzon qilib qo'yib beraveradi xalqimizga. Nima dedinglar obunachilar? Ha, joninglar sog' bo'lsin. Bu orqalarni ham keyin. Baqadigan narsa. Sigirga odam ham Maza qilib ana qiladi. Bo'ldi Ahmadjon necha oyga? 5 oydan o'tgan, 5 oyga olsin. 5 oydan o'tgan hojina hojatalar 5 oyga olaverasiz, yaxshigina daromad qilaverasiz. Sababi chunki molni o'zingizlar bilasizlar, kechroq bo'g'ozlarda hammaga kerak. Oladi. Xudo xolasa foyda qilib mana tug'diribmi, misol yaqin qilib olib chiqsa hamma xaridor. Yaqin mol bozorda yo'q to'g'risi. 2 oyda aka bola qo'yga tegib qolsa 20 dan baland aka. Bo'ldi gap. Ketini ko'ryapsiz, chiroyli narsa. Mana. Sifat yaxshi. Qancha qo'yib berasiz endi buni? Aka buni 18,5 million kami. Ha, 18 qo'y. Bo'g'ozni keling 18 qilib bering Ahmadjon. Laxta aytyapsiz-da. U salkam qisirdi, puli yo'q bo'ladi aka, 5 oylik bolasi bor aka. Siz nimaga arzonsiz? Nomingizga yarasha bo'lavering, Alloh bersin. 18 millionga xayriga o'tib beraman, ozgina o'zlari. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Ha, joni sog' bo'lsin. Mononi qarang, vobshe bekarga qo'yib yubordi. E'tiboshi ham zo'r aka. Hamma yo'g'i zo'ri. Tish bosmagan, tish yalamagan. Endi ena bolasidan bo'lsa Elyor aka, ena bolalari ham Ahmadjon akami bo'g'ozni puliga bo'ladimi deydiganlarga? Albatta bo'g'ozni puliga bo'ladi. Buni ham 120. 120 ga olsin aka. Xo'p, mayli. Tutaylari oppoq, to'rtta joyda. Bolachasi xunajin 2026-yilda uyiga baraka olib kelsin deymiz. Mana yoshliklar, lekin arzon qo'yapti buga. Obunachilar. Mun qarang. Mana hamma mollar xudo xolasa yuvosh. Yeb ichishlaridan umuman muammo yo'q. Xudo xolasa olib baraka topadigan to'rov yelini. Mana uzoqroqdan ham olib bering. Oldida birov turmaydi. Ikkinchi odam kerak emas. Bitta o'zingiz yetasiz. Agar bolasi katta bo'lib ketsa, pochchamni bezda qilasiz. Kuchingiz yetmasa, idirib turib soqqanni. Bu yumshoqligi ham o'ta yumshoq. yo'q-a? Baraka topsin iloyim. Maza qiladi xudo xolasa. Xudo xolasa. Bolasi xunajin aka. Ko'paysin. Lekin natishini ko'rsataylik Ahmadjon. Bismillahirrohmanirrohim. 3-chi bolasi bo'lishi kerak. Tishi Tenglab. lapatga mana ko'rib olinglar. Zo'rchi. Vobshe katta ekan. Tuya tishaganda. Joni sog' bo'lsin. Omali gap bo'lishi mumkin emas. Qarang chiroyligini. Ahmadjon, bu bolasi 3-chisi. 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Idishlari ham zo'r. Xudo xolasa rasa. Yaxshi vaqtdan 7 litr 8 litr sut beraveradi. Ha, to'g'ri. Mun qarang, mol ham zo'r. Xudo xolasa idishga olsa 7 litr 8 litrdan sut beradi. 7 litr 8 litr sut beradi, 5 litrga behijolat. Voy joni sog' bo'lsin. Bolasi xunajin bo'lsin, puli arzon bo'lsin. Pensiyamizga olaman deydiganlar, xudo xolasa pensiyangiz puliga olasiz. Qancha qo'yasiz endi buni? 24,5 millionga kam bo'ladi. 24. Yarim yo'q. Yarim yo'q, 24 million. 12 milliondan tushib qoladi aka. Ana. O'zi tushdingiz. Og'zingizdan chiqib ketdi. Ha, joni sog' bo'lsin. Bu qarang. Yeyishlarni ko'rib olinglar, nima uchun osiladi Elyor aka desanglar, mol manaqa kalla tashlab oladi, ko'rinmaydi. Shuning uchun osib ko'rsatib, osilam ja oyog'ini ko'tarib yuborgan. Yo'q. Bu qarang mana. Quruq somonni yeb turibdi mana. Kallasi ko'tarmaydi. Mana shu yerda obunachilar, mana shu yerda sigir bor ekan desam, kallasi ko'rinmasa Elyor aka, kallasi bormi, yo'qmi deysizlar. Shuning uchun osiladi. Molni yuvoshligida 24 millionga 12 milliondan to'g'ri keladi. Lekin men uni 12 million hech kim bermaydi. Bunda ham Ahmadjon beradi. 15 millionga so'rashyapti aka, enasini. Qancha? Enasini 15 millionga so'rashyapti. Endi bolasini ajratganini yoshlik qiladi. To'ppa-to'g'ri. Mana 15 millionga enasi. endi oxirgi pasletni patroni bundan ko'proq tushib berasiz Ahmadjon. Nomeri ham qulog'ida, sirg'asi ham 58 18 ekanda. Ha, joni sog'. Oq tutaylardan. Aka, sog'onlari ham o'ta yumshoq.
Aha, ko'rinib turibdi, bilinib. Yosh bola ham kelsa sovuquradigan. Aha. Endi buni oxirgida ko'proq tushib berasiz-da, Ahmadjon. Bo'laverami? Aka narxi ikkisini 24,5 dan qo'ymoqchiman. 24 millionga qilib beraman aka. Bo'ldi gap. Tishini ko'rsating, tishini ko'rishadi. Aka 120 ga olaveradi ham bu uyni. Mana tishini ham ko'rib olinglar. Aka. 6 kuramen 8 dan. 8-chilarni Chiqarib, chiqaryapti. chiqarib. 8 kurak ol. 3-siga olaversin buni ham. Bo'ldi. Ikkinchisiga do'ldi lekin. Ha, mayli. Shuncha 6 kurak ekan do'ldi. Ha. Sizga qaramadim-da. To'ppa to'g'ri, mana. Ikkinchisi do'ldi, uchinchisiga olaversin. Omalar narxlar vaqti yo'g'irson qo'yib obunachilar nima bo'lyapti? Xalqim maza qilyapti-yu. Duo qiladigan payti keldi, 24 milliondan qo'yib beradi. Buni ham 24 million. Idishlarini ko'ringlar. Yuvoshlik, molni yuvoshligi yuvoshim bo'ldi. Suti qo'linglarda, oxiriylarda tilida. Bu molga quruq paya, quruq somon tashlasangiz, bu ham bermaydi. Shuning uchun siz mana bu yerga somonini, silyosini, atalasini, kunjarasini bering. Ahmadjondan ko'p sovg'a oling. Ahmadjon, ha molingiz 6-7 taga beruvdiz, menda 10 ta beryapti desa Ahmadjon aytadi. Mendan uyga borgandan keyin hozir mendan borgandan keyin hozir 3 litr bersa, bir hafta bersan keyin 5 litr, 6 litr yez chiqadi. Men bozordan olib kelaman, dimlangan holatda keladi. Menda dimlanmaydi, menda 2-3 kun turadi. Yoqqa borgandan keyin 3-4 kundan keyin mol o'zini holatiga keladi-da. Mana shunda suti bemalol chiqadi. Xudo xolasa shu. Molam endi o'ziga keldi. Men kecha ko'rsangiz yelim yaxshi yotildi. Endi sal yeb Ha. Mana Ahmadjon shunaqa inson, Xudo xolasa qo'li yengil. Olgan odam hech kim ziyon qilmaydi, baraka topadi. Buni ham 24 dan. 24 dan Keling, 24 dan 48 bo'ladi. Endi ikkovini olsa o'zingiz o'tib berasiz ko'proq. Juposa o'tib beraman. Bo'laveradimi? 24 ga ozroq o'tib beraman aka, mana shuni. Voy, joni sog' bo'lsin. Mana uni qarang. Bunaqa insonlar ekan, bo'yning ichga, yuvoshligi zo'r. Mana buni ozgina baxtsiz, mana qochib olami? Ha, mana ertaga sigir bo'lib qolasiz sizlarga. Bolasi xunajin, novvos yaxshi deysizlar, novvos hechcha 1 yasharli bo'lsin, 40 kun chiqarishni boshlaydi. Tepishda, kimnidir suzishni boshlaydi. Xunajin olinglar. Masalan, o'g'lingizmi, qizingiz yangi uchastka chiqsa, mana uni sigir qilib olib o'g'lim. Mana enasini ko'rib turibsan bizda. Yaxshi sut beryapti. Xudo xolasa bolasi ham yaxshi sut beradi. Birinchisida u darajada 10 ta 15 ta bermasa ham, keyingilarda ko'payib ketadi desa. Biz endi mana shu yerda qo'limizdan kelgancha to'rovini afzor qildik. Siraz ekrandagi nomerga aloqaga chiqib, otasiga, onasiga rahmat deyish kommentariyada esdan chiqmasin. Bugun o'ta ham arzonlari bo'ldi. Xalqimiz kutgan kun keldi deymiz. Bunaqasi kamdan kam. Joninglar sog' bo'lsin. Elyoruzdan umuman uzoqlashmang.